Assalomu alaykum hammaga. Hop, Xudo xolasa O'zbekistonda yana ishlashni boshladik. Ishlarimiz davom etadi. Lada Vesta 1.6 motor ko'rib turibsizlar, qaltirayapti. Propusк bor, bunda programma yozishgan, motor miyalarini alishtirishgan, lekin muammo hal bo'lmagan. Bu xohlasa shunaqa ishlamay qoladi. Bir ishlamay qoladi. Xudo xolasa hozir motor tester bilan diagnostika ishlarini davom ettiryapmiz. Birinchi, ikkinchi katushka propusк berib qolyapti. Ikkita silindr bir bilan ikki. Endi shu bilan to'g'ri uni trekit qilib tekshirib ko'ramiz. Bir xohlasa shunaqa tekislanib ishlab ketadi. Mana bir xohlamasa уже mana yana boshlandi. Shu paytda motor testerda trial test. Motor tester ham ko'pit qilishni boshladi. Akalar, xudo xolasa Vesta mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Chotki gaz ko'tarishlari. Akalar, mashinamiz muammosi arzimagan narsadan chiqdi. Bitta arzimagan svechani deb juda ko'p narsalar alishtirilgan. Svecha kitayskiy без сопротивления svecha bo'lganligi uchun mashinaga qo'yiladi. Qaysidir momentda svecha iskra bermasligi hisobiga katushkaga nagruska tushadi. Katushkaga tushgan nagruskani ko'tarmaydi, сразу blok управлениядagi tranzistorga tushayotgan nagruskani yo'naltiradi. Blok управлениядagi tranzistor qizishni boshlaydi и yetarli darajadan ko'p qizish hisobiga katushkaga impuls chiqmay qoladi tranzistordan impuls chiqmay qoladi. Shuni hisobiga motorimiz qaltirab qoladi. Motor tester bilan diagnostika qilganimizda svechaga kelib taqaldi. Motor tester o'zi ham svechada pomeh borligi uchun ishlamay qolib ozgincha muammo bo'ldi. Keyin svechalarni hammasini almashtirdik. Original svechaga qo'yganimizdan keyin spokойно ishladi. Katushkani almashtirganimizning sababi oslogrammasi idealniy bo'lmaganligi uchun, katushkada ham ozgincha pomeh borligi uchun katushkasini ham mashinani o'zidan yangi sotib olmasdan подбор qilib motor testerda oslogrammasi idealniy katushkalarni hammasini moslab qo'ydik akalar. Xizmatlar bo'yicha bemalol aloqa chiqaverasizlar.